Assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilar. Mana Xudo xolasa ustaxonada ish jarayonlari o'ta qizg'in ketmoqda. Hozir yangi ishni boshlaganmiz. Bir 450-500 atrofida Xudo xolasa oq 04dan hozir kubiklari, kazrovka xorilari hamma narsasi bo'lyapti. 04 ishlarimizdan ushaklarni urib, Xudo xolasa Şöyle kız, jog'in ustilar, mana rumliklari ham 57lik 62 masxotdan chiqqan. Ha, o'tgan oyog'ida 41.7 dan chiqqan kubiklarimiz bu 350 tacha, u 400 tacha kichkina kubik. Mana bu boshi hozir kazrovkalarni qayirib, peshanlarni qayirib, shunday qilib, bu boshqon qalay chiqyapti? Zo'r chiqyapti. Zo'rmi axir? Havas qilinglar qilib qo'ying, ha? Ha? Takilarni boslasar ekan mana shu mubashshirlik uchun, ha? Bog'da sardorlar qayirishdi. Cheklari nima deyapti, cheklari akalar? Ashim havas qiladigan chotki Xudo xolasa. Ashim umuman hech yoqqa surgani ham yo'q. Ashim cheklari ham o'ta zo'r, o'ta ideal holatda. Xolasa bizdan uzoqlashmaysiz, sizlar bilan Sherxon Pro, Xudo xolasa sizlar bilan ham o'tganlardan ishlarni yana qo'yib boramiz degan umidamiz. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaymiz.